Play Market haqida 25 ta fakt. Salom do'stlar, X-Fact kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan Play Market haqida faktlarni ko'rib chiqamiz. Siz doim Play Marketdan ilova yuklab olasiz, lekin u haqida qancha bilasiz? Bugun sizga Play Market haqida 25 ta qiziqarli faktni aytib beraman. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Play Market 2008-yil 22-oktyabrda Android Market nomi bilan ishga tushirilgan. 2012-yilda nomi Google Play Marketga o'zgardi. Bu nafaqat ilovalar do'koni, balki filmlar, kitoblar va o'yinlar markazi hamdir. Dastlab Play Marketda atigi 50 ta ilova bor edi. Hozir esa 3,5 milliondan ortiq. Ilovalarni yuklab olish soni milliardlab marotabalarga yetgan. Eng ko'p yuklangan ilova albatta Google Play Services. 1 milliard yuklab olingan ilovalar qatorida YouTube, WhatsApp va Instagram ham bor. Har yili Play Marketda millionlab yangi ilovalar paydo bo'ladi. Ba'zi o'yinlarni Play Marketdan oldindan ro'yxatdan o'tib yuklab olish mumkin. Foydalanuvchilar o'rtacha 80-100 ta ilovani o'z telefonida saqlaydi. Google Play Protect har kuni milliardlab ilovalarni skaner qiladi. Har yili minglab zararli ilovalar Play Marketdan o'chirib tashlanadi. Play Marketda bolalar uchun maxsus xavfsiz bo'lim mavjud. Ota-onalar farzandlari uchun maxsus nazorat funksiyasidan foydalanishlari mumkin. Ba'zi ilovalar viruslar sababli Play Marketdan butunlay olib tashlangan. Google Play Music o'rniga 2020-yildan boshlab YouTube Music kelgan. Filmlar va seriallarni Google Play Music orqali sotib olish yoki ijaraga olish mumkin. Google Play Books orqali millionlab elektron va audio kitoblarni o'qish mumkin. Google Play Pass obuna orqali pullik ilovalardan foydalanish imkonini beradi. 2023-yilda Play Market orqali ishlab topilgan jami daromad 42 milliard dollarga yetgan. Ilova sotib olishda ishlab chiquvchilar Google'ga 15-30% komissiya to'laydi. Google Play Gift Cards orqali ilovalar va xizmatlarni sotib olish mumkin. PUBG Mobile, Candy Crush, Saga va Clash of Clans Play Marketning eng daromadli o'yinlari hisoblanadi. Netflix, Spotify, YouTube Premium kabi xizmatlarga Google Play orqali obuna bo'lish mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan bizning Play Market haqida faktlarimiz tugadi. Qaysi fakt sizni hayron qoldirdi? Kommentga yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha xayr.